Assalomu alaykum hurmatli Ohangaron tumani aholisi va mehmonlari. Aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish, yashash xonadonlarimizni favqulodda vaziyatlardan muhofazalangan xonadon va hududlarga aylantirish, yong'in xavfsizligini ta'minlash borasida bir qator ishlar amalga oshirildi. Jumladan, tuman hududidagi yong'inga qarshi tadbirlar mahallaviy tashkil etilib, mavjud 24600 ta turar joy binolarida, 86 ta ko'p qavatli uylarda o'rganishlar o'tkazilib, 33618 nafar fuqarolarga kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish, is gazdan zaharlanish va gaz-havo aralashmasining chaqnashi kabi noxush holatlarga yo'l qo'ymaslik maqsadida tushuntirishlar berildi. Shuningdek, mavjud 279 ta ko'chalarning barchasida ko'rgazmali targ'ibot bannerlari orqali ko'cha aholisi bilan ko'chabay suhbatlar tashkil etilib, isitish pechlarini mavsum oldi mutaxassis ko'rikdan o'tkazish, nostandart va qo'lbola pechlardan foydalanmaslik, uy tom qismida yonishga moyil materiallarni saqlamaslik va uyni gaz plitasi orqali isitmaslik borasida uchrashuvlar o'tkazildi. Shunga qaramasdan 2025-yil davomida 37 ta yong'inlar bilan bog'liq favqulodda vaziyatlar yuzaga kelgan bo'lib, sodir bo'lgan yong'inlarning 30 tasi, qariyb 81% aholi turar joylariga to'g'ri kelmoqda. Hurmatli tumandoshlar, qorli va sovuq kunlar davom etmoqda. Ayni issiqlikka ehtiyoj ko'paygan davrdamiz. Mavsumni betalofat o'tkazish, yaqinlaringiz va o'z hayotingizni, mol-mulkingizni yong'indan asrash, yong'indan asrash maqsadida tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi quyidagilarga rioya qilishingizni so'rab qoladi. Birinchidan, gaz va muqobil yoqilg'i turlaridan foydalanishda xavfsizlik qoidalariga rioya eting. Nostandart yoki sertifikatga ega bo'lmagan isitish pechlari va anjomlaridan foydalanmang. Isitish pechi dudvoralarini sozligini ta'minlang, mutaxassis ko'rigidan o'tkazing. Gaz yoki boshqa muqobil yoqilg'iga moslashtirilgan isitish pechlari hamda suyultirilgan gaz ballonlarini yashash xonadonlariga olib kirmang. Rezina shlaglar orqali gaz manbasiga ulanmang. Gaz plitasidan binoni isitish va ustida kiyim quritish maqsadida foydalanmang. Elektr va gaz jihozlarini nazoratsiz qoldirmang. Yosh bolalarni nazoratsiz qoldirmang. Ayniqsa, gugurt va shu kabi ochiq olov bilan o'ynashiga yo'l qo'ymang. E'tiboringiz uchun rahmat.